Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun Golland tilidagi 8 xil zamon shaklidan birisi bo'lgan kelgusi, o'tgan, putgan zamon shaklidan tanishib chiqamiz. Ya'ni bu xil zamon shaklida 3 xil zamon shakli birlashgan bo'ladi. Ham kelgusi, ham o'tgan, ham putgan. Bunun latincha atılışı futurum exactum praeterite deb ataldı. Qani bu xil zaman şəkli qanday bir tanışıb çıxaylı. Yəni bu xil zaman şəkli həm şu kelgüsü zamandan başqa şəkillərə oxşaş. Golland tilida pek köp işlətilib ketməydigan, lekin bəzi bir iş hərəkətlərini ifadələş üçün işlətilishə ehtiyacımız bolğan bir xil zaman şəkli. Bu xil zaman şəklininki yeni bir xil atılışı, yəni pərəz, qiyas xarakterdəki ötən zaman şəkli deyə atıldı. Bunda atılış səbəb şunun işletiş usulü ilə münasibətlik. Yəni biz bu xil zaman şəklini ötmüşdiki kelgüsüdə yüz bərməkçi bolğan bir əhvallarını təsvirləşdə, yoki ötmüşdiki yüz bərgən bir əhvallarını özümüzdən pərzimiz, qiyasımız, gumanımızga asasen munda boldimikin deb şunday bir ahvallarni ifodalagan vaqtda ishlatamiz. Oldidan buningki formulasi bilan tanishib chiqayli. Ya'ni bu xil zaman shaklininki shu formulasi, ya'ni bu xil zaman shaklda kelgusi o'tgan ham putgan 3 zaman birlashgan bo'ldi. Shunga kelgusi o'tgan deganda şu asaslı kelgüsü zaman fe'lining yordamchi fe'li bo'lgan zulun degan fe'lninki o'tgan zaman keldi. Shunga doim zau yoki zaudin birlik ko'plik asosan ondan putgan zaman shakli. Yani putgan zamanni sizlar bir o'rgangan bilasizlar. Yani habin yoki zayn an qo'shilgan fold to'ydi deyiladi. Yani buni amaliy fe'llar bilan ko'rib chiqayli. Masalan, dansin degan fe'lninki kelgüsü o'tgan putgan zaman shakli. Mesela ik zau haben gedanst. Yoki köplüki vey zaudun haben gedanst. Ani vertrekken degan fe'lning ik zau zayn vertrokken birligi yoki köplüki vey zaudun zayn vertrokken. Yani agarda shu fe'l haben degan fe'l bilan putgan zaman shakli haben bilan keladigan fe'l bo'lsa o'xshashla haben, bu xil zaman shaklida ham zayn bilan keladigan bo'lsa o'xshashla zayn kelaveradi. Shu bu jadvalni o'zinglar shu videoni to'xtatib turib har bir ek, yay, hay her bir şeklini bir yaxshi ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Endi ishiltish usulidan tanishib chiqayli. Bu xil zaman shaklininki ikki xil ishiltish usuli va birinchisi bu xil zaman shaklida biz o'tmishdiki bir ish harakatni paraz qiyos xarakterida qilmoqchi bo'lgan bir ish harakatni tasvirlashda ishlatamiz. Yani işte bir özümüz pərəz qılğan, əslində munda olğan bolsa, munda qılatdımkən toq deb, işte bir pərəz qılğan bir iş hərəkətini ifadə edən. Məsələn, ik zou hebben gefietst, maar toen begon het te regenen. Yani əslində biz minmək istədim, lekin yağmur yağıb qaldı. Yani yağmur yağmagan bolsa, biz minətdimkən deb. Yani işte bir pərəz, qiyas, plan xarakterdəki. Yani yağmur yağmagan bolsa, biz minətdimkən. İkinci misal, ik zou mijn huiswerk hebben gemaakt, maar toen werd ik ziek. Yani aslında tapşırıqımni ishlab bo'lmoqchidim, ag'rib qoldim. Yani ag'rib qolmagan bo'lsam, tapşırıqımni ishlab bo'latdimkanman deb. Yani aslında tapşırıqımni ishlamoqchidim, lekin ag'rib qoldim deb. Men shu jumlalardagi fe'llarninki kelgusi, o'tgan, putgan zamonda ifodalangan fe'llarning hammani qizil rangda bo'yab qo'ydim. Shu bu jumlani o'qigan vaqtinglarda shu qizil rangda bo'yalgan zaman şekilleriga alayda diqqat qilishinglarni tavsiya qilaman. Endi bu xil zaman shaklininki ikkinchi xil ifodalash usuli, ishiltish usuli. Yani bir yuz bergan ahvolga nisbatan o'zimizninki paraz, qiyos, gumon bir ikkilanishlarimizni ifodalaganda ishlatamiz. Yani u yuz bergan ahvolga nisbatan isbotimiz yo'q, biz ko'rmadik, lekin ba'zi bir ahvollarga nisbatan işte bir gumon qilamiz, paraz qilamiz, qiyos qilamiz. Bunda ahvolda ishlatamiz. Masalan, misollar bilan tanishib chiqaylik. Zij zou hebben afgekeken tijdens de toets. Yani o imtihanda köçürgen bo'lishi mumkin. Zij zou hebben afgekeken. Yani mesela bir adam bo'lishi mumkin, imtihanda 100 numara aldı. Biz onun 100 numara ilishini o'ylab bakmagan, 100 numara alamaydı deb o'ylagan.
Çünkü 100 numara ağıdak imtihanda unda seviyesi yok deb o'ylaymiz. Lekin 100 numara aldı. Bunday holasida hamda balkim ko'chirgan bo'lishi mumkin deb ko'chirganligiga isbotimiz yo'q. Ko'chirganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rmadik, lekin ba'zi bir ahvollarga nisbatan ishda bir gumon qilamiz, faraz qilamiz. Mushta bir ahvolda ishlatamiz. Ikkinchi xil misol zay, zau, tilat, zayn, xikomanin. U bek kechikib kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz uning qachon kelganini ko'rmadik. Lekin yuz bergan ba'zi bir ahvollarga asosan kechikib keldi deb gumon qildik, faraz qildik. Mushta ahvol. Uchinchi xil misol als ik iets later zou zijn vertrokken, had ik in de file gestaan. Yani agar men sal keyin yo'lga chiqqan bo'lsam, qatnash qistonchiligida qolgan bo'lardim-ken. Yani bu bir faraz, qiyos. Balkim ya qatnash qistonchiligida ya qolamiz, ya qolmaymiz. Lekin bizdan keyin yo'lga chiqqan birisi qatnash qistonchiligida qolgan bo'lsa, shunday bir ahvolga nisbatan shunday bir faraz qildik, qiyos qildik, gumon qildik. Yani qısqası bu xil zaman şeklini müşta tıxı bo'lmagan, lekin biz munda bo'lishi mumkin, munda bo'lgan bo'lishi mumkin deb faraz qilgan, gumon qilgan, qiyos qilgan ahvollarga nisbatan ham ishlatamiz. Shunga darsning peshirida dedik, bu xil zaman sheklining yana bir xil atilishi kelgusi faraz qiyos xarakterdagi kelgusi o'tgan zaman shekli edi. Mushu qizil rangda bo'yab qo'ygan fe'llarninki alay diqqat qilinglar, shu qizil rang bo'yab qo'yganim shu kelgusi o'tgan putgan zaman shaklidagi ifodalanishi. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mushagicha. Inshaalloh bu xil zaman shaklini sizlarga tushunishib bo'lgan bo'lishini umid qilamiz. Biz yana burulam degandek, endi bu xil zaman shakllari B1, B2 saviyadagi sal murakkabroq zaman shakllari shu dastlabdan bu darsni anglagan vaqtinglarda darhollam tushunib bo'lishinglar natayin bo'lishi mumkin. Men buni bir faraz qiyos shaklida ifodalayapman hozir. Shu balkim bu darsni bir ikki qitim anglashinglarga to'g'ri kelishi mumkin va yoki ko'proq misollarni ko'rishga ehtiyojinglar bo'lishi mumkin. Shunga darhollam birinchi qitim anglaganda ham tushunmay qolib qolsanglar, hargiz ko'nglingizni yerim qilib ketmanglar deb o'ylayman. Shu inshaalloh ang az deganda bir ikki qitim anglab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Ham savolinglar bo'lsa har vaqt inkas rayoniga qoldirib so'rasanglar bo'ldi inshaalloh. Ham inshaalloh naq maydon davom qilayotgan darslarimizda ham texmi ko'p amaliy misollar bilan to'xtalishga tirishimiz. Ma'qulamsa bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Shuning bilan endi biz golland tilidagi 8 xil zaman shaklining hammani biraqur o'rganib bo'lgan bo'ldik. İnşallah keyingi dersimizde 8 xil zaman şeklining hammani birlashtirib sizlarga texmi tushunishlik bo'lish uchun bir xil hammasi birga kelgan shaklda bir silishtirma video tayyorladik. Qadamsa diqqatinglar keyingi darsimizda bo'lsin. Omon bo'lg'aysizlar.